Tasmaniya va Malvil oroli bo'rilari turadi. Ularning har ikkalasini ham uzunligi 2 metrgacha bo'lishi mumkin, lekin undan ortiq emas. Tasmaniya bo'rilaridan farqli o'laroq Malvil bo'rilari yakka ov qiladi. Bu albatta bo'rilar tabiatida juda kam uchraydigan holat, ammo haqiqatan shunday. Alyaska, Kanada va Rossiya o'rmonlari yer yuzidagi eng yirtqich bo'rilarni o'z bag'rida saqlaydi. Ularni Qizil kitobga kirish arafasidagi jonivorlar bo'lishiga qaramay, ushbu o'rmonlarda ham bo'rilarni ovlovchi, ko'zi o'tkir ovchilar ko'plab topiladi. Odatda bo'rilar itlardan qo'rqmaydi. Bu g'arbda albatta, biroq O'rta Osiyo tog' bo'rilari O'rta Osiyo bo'ribosaridan juda qo'rqishadi. Sababi itlarning ushbu turining tabiatida bo'ri birinchi o'lja sifatida shakllangan. O'rta Osiyo bo'ribosari bo'rini ko'rdi deguncha o'zini agar ular to'da bo'lsa ham bo'rilar tomon otadi. O'rta Osiyo bo'ribosari qonxo'r bo'ridan 2, yo'qida esa 3 marta ham katta bo'lishi mumkin va u bemalol bir o'zi 2 yoki 3 bo'rini o'ldirish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari Kavkaz bo'ribosari ham bu borada O'rta Osiyonikidan qolishmaydi. Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda yoyilib ketgan va hozirgi kundagi eng xavfli itlar turiga kiradigan Burtoler it ham bo'rilarning asosiy dushmaniga aylanib ulgurgan. Tashqaridan kichkina ko'rinadigan bu itlar bo'rini o'ldiribgina qolmay, uni go'shtini yeyish ham mumkin ekan.